İkinci qism. Boğuqim hiç sebepsiz yığılaydı. Köpince kişiler yığılashning azob tortish bilan munosabatli ekanligini o'ylaydi. Amaliyotda doktor va tadqiqotchi kitoblari bitimizda tanishtirilib o'tgan yozuvchi Alisa Solterning aytib berganiga o'xshash, yig'lash organlarning o'zini yangidan shakllantirish bosqichi va bir davolash jarayonidir. Yig'lash tabiiy bo'lgan bir yaxshilanish vositasidan iborat deb aytadi doktor Solter. Yig'lash qon besimimizning tuvanlashini, vujuddagi toksinlarning chiqarib tashlanishini, muskul tortishlarimizning ozayishini, nafas elib berish ritmimizning o'ngshilishini ilgari suradi. Toza qinib yig'lab olgandan keyin o'zimizni rohatlab qolgandek his qilamiz. Psixologik davolash jihatini ilib aytganda, yig'lash o'tmishda bostirib chiqara olmagan his tuyg'ularimizni o'rtaga chiqarishdan iborat. Bu vaqtlarningmi cho'nglarga o'xshash ularga azob his qildirgan ishlarni ichidan etib chiqarishga ehtiyoji bor. Bu vaqtlarning to'lib toshgan mehr shafqatga, ko'ngil bo'lishga, quchog'ingizda ko'tarishingizga, puruqingizga, yumron silashlaringizga ehtiyoji bor. Soatlab bo'shlikda yotgan bu vaqtlar yig'lash orqali sirtqa chiqarib tashlashga muhtoj bo'lgan azoblarni biriktiradi. His qilgan azoblarini, qonmagan tuyg'ularni ifoda qilib chiqara olmasa yoki hech kimning jiddiy muomala qilishiga uchramasa, ularni vujudida biriktirdi va qutulish fursati topganda, masalan, opasi oqshom uyga kelganda yig'lashga boshlaydi. Chunki uning opasining sevgisiga, uningga hamroh bo'lishiga, his tuyg'ularga hurmat qilishiga va ularni qabul qilishiga ehtiyoji bor. Bolalarning yig'isini to'xtatishga urinmang, chunki yig'lash ularni rohatlatadi. Bolam hech sababsiz g'ingshiydi. Bolangizga bir ish uchun yo'q yoki ma'qul degan vaqtingizda bolangiz g'ingshishga boshlaydi. Yig'lash uchun bahona izlaydi. Chunki uning his tuyg'ulari to'sqinlikqa uchirdi. Ularni erkin qo'yib berish uchun fursat izlayotdi. Bolangiz ko'z yoshini chiqarib olish yoki g'azabini ifodalash uchun boshdan oxir bir bahona izlayotdi xolos. Gap qilalaydigan bolalar, hatto cho'nglarmi azob bergan cho'nqur tuyg'ulardan qutulish uchun yig'lashga, vaqirashga, titrashga ehtiyoj his qildi. Ba'zi yig'lar davolash roliga ega, lekin ba'zilari bo'lsa masalani hal qila olmaydi. Yolg'on yig'lar ko'krakdan chiqadi va yosh chiqmaydi. Bu xil yig'lar u his tuyg'ulardan qutulish emas, balki ularni bostirish rolini o'ynaydi. Bizni rohat his qildirgan yig'lar bo'lsa, ho'kirab yosh chiqqanda ondan bo'ldi. Bolangiz ichidan his tuyg'ularini erkin qo'yib bergicha, uni mehr shafqat bilan chin quchoqlang. Bolangiz balki avval tipichaklaydi, ondan yig'lashga boshlaydi. 5 yoshli qizim Margot yarim kechada yanimga keldi va "Opa, meni qor besib qoldi. Sizga deb beraymi? Bir bo'ra, bir o'chkini tutib olibdi. Uni bir qafasga solib qo'yibdi. Do'stlarim bilan birga o'chkini qutqizib olaylik dedik, lekin bo'ridan qo'rqdik. Men qafasning eshigini ochdim. O'chka qochib ketdi, lekin bo'ri otlab kelib qo'limni tishlab oldi." Kishilarning ko'rgan tushidagi kishilar o'xshamagan kishilarni va tuyg'ularni tamsil qiladi. 2 kun burun urushib qolgan edik. Bir lenta bilan chechini bo'g'ib qo'yishimni aytdi, lekin natijasi ko'ngildagidek bo'lmadi. Shuning bilan achchiqqa kelib menga vaqirdi. Urmoqchi bo'ldi, qilayotgan ishlarimni buzib chashmoqchi bo'ldi. Endi ko'rgan tushiga kelaylik. O'chka Margotning his tuyg'ularining bir qismining qafasga solinib qolganligini ifodalaydi. Margot tuyg'ularini bostirib olgan edi. O'chka johil va minguzi bor. Margotning istiki bu edi. O'chka u qondirilmagan tuyg'ularga vakillik qiladi, lekin bo'ridan qo'rqadi. Bo'ri uning hujumchiligiga vakillik qiladi. 3 kunni qo'yib bergandan keyin bo'ri uningga aytiladi, ya'ni tuyg'ularini ifoda qilmoqchi bo'lgan hujumchiligi uni muhosiraga oladi. Qilgan ishidan qo'rqindan hujumi o'ziga kelgan edi. Opasiga urmoqchi bo'lgan qo'lini bo'ri tishlab olgan edi. Margot 3 yosh vaqtdan boshlab kechasi uxlashda qiynaladi. Davomli yarim kechada uyg'onib ketadi. Bo'ridan qo'rqadi. Oxiri shuni tushundiki, Margot enisini urgan kuni qor besib uxlay olmaydi. Enisini urganda o'zini eski bir bola deb o'ylaydi. Bundoq o'ylashni xohlamaganlikdan bu eskilikni boshqa narsalarga aks ettiradi. Eski bo'lgan u emas, albatta bo'ri edi, lekin bo'rining eski bo'lishi uni qo'rqitadi. Chunki bo'ri uni eskiligi tufayli jazolaydi. Ochqim keldi, bundoq qilish haqqim yo'q edi. Men eski bir bola, yo'q eski bo'lgan bo'ri meni jazolaydi, undan qo'rqaman.
Qo'rqish hissi ko'pincha kishilarning o'ziga qarata his qilgan va tushuntirib berolmaydigan bir g'azabning aks etishidan iborat. Amaliyotda Margotning o'zining o'rnini tortib olgan inisiga ochiqqa keladi. Ota-onasining uningga tasalli berishiga muhtoj edi. Bo'rilar, devilar, maxluqlar bizga ziyon zahmat bermasin deb sirtqa elib chiqishga tirishayotgan g'azablarimizning aks etishi. Bala uyg'oq vaqtda karotining ostidagi devidan, ishkabdagi maxluqdan va yoki uni yevadigan bo'ridan qo'rqishi mumkin. Uxlagan vaqtda bo'lsa, bular tushiga kirishi mumkin. Bolalarning ko'rgan butun yomon tushlarga jiddiy muomala qiling, ularga quloq soling, davatqanlarning nima ma'nolarini ifodalaydiganligini tushunishga tirishing. Bularni so'zlab chiqarib olish ularning qo'rqishlarini azaytishi mumkin. Maxluqlar bolalarning televizorda ko'rgan, tushunmagan, bilolmagan bir qator ko'rinishlarning har xil shakldagi ko'langilar yoki ong sirtidagi tuyg'ularning aks etishi bo'lishi mumkin. Bolangizning kundalik turmushida nima ishlar yuz berganligiga diqqat qiling. Yaqinqi o'tmishlarni aslang. Agar qor besish yana davomlashsa, texmi yiroq o'tmishni aslang. Bolangiz shu kuni yoki oldingi kunlari biror narsadan yoki ishdan qo'rqib ketdimi? Uning ochiqini keltiradigan bir ishlar yuz berdimi? Ota-onasi bir yerga ketdimi yoki urushib qoldimi? Uni urganlar bo'ldimi? Oilasida u biz bilmaydigan bir sir bormi? Yo'qotish, haqsizlik va yoki doktorga kirib qolish, uy ko'chish degandek ahvollar bo'ldimi? Ba'zi vaqtlarda necha oy, hatto yillar burun yuz bergan bir ishning o'ttirg'i chiqadigan vaqti bo'lib qoladi. Bastirilgan tuyg'ular ma'lum bahonalar bilan yangidan uyg'onadi va tushlarga kiradi. Paranglashishdan sirt rasm chizishmi intayin yaxshi bir yo'l. Bolangizning ko'rgan yomon tushini sizib chiqishini ayting. Bu bolaning ko'rgan yomon tushi bilan bir oraliq saqlashiga va uni bostira oladiganligini his qilishiga yordami bo'ladi. Rasm chizish orqali bolalar kuchsizlik hissi bilan jang qiladi. Yomon tushimga qayta qarashga jasoratim bor va uni qog'ozning ichiga solib qo'ya olaman. Men undan texmi kuchlik deb o'ylay oladi. Undan keyingi kunlarda uni rohatsiz his qildiradigan butun narsalarni qog'ozga sizib solib qo'yishni talab qilingki, ular kechalari kelib uni rohatsiz qilmasin. Lekin shuning qattiq diqqat qiling. Rasmlarga baho bermang. Rasmlar bolani qo'rqitgan, rohatsiz qilgan narsalarning sababini tushunishingiz uchun emas, balki tunji qadamda bolaning rohatlanishi uchun foydali. Agar masala normaldan og'ir bo'lgan taqdirda davolash kuchi bo'lmaydi. Buning uchun bostirilgan tuyg'ular erkin qo'yib etilishi kerak. Bola rasm chizishni xohlamasa yoki hal qilishning boshqa yo'llarini bilmoqchi bo'lsangiz, bolaning qallasida bir qo'rquv qutisi tashkil qilishini va xohlagan shaklda bezishini, uxlashdan burun qallasida shakllangan butkul qo'rquv va dardlarni atigangacha u qutining ichiga ching sulab qo'yishni ayting. Qo'nchoq bovoqlari yoki o'yinchoqlari u qutining kuzatuvchisi bo'lishi uchun yeniga yotqizib qo'ysangiz bo'ladi. Ertasi tong otganda qutini ichib, ichidagi qo'rquv va dardlarni qaytarib elish intayin muhim. Chunki bunday qilmaganda bu usulning unumi uzunga bormaydi. Ham bolani qo'rqitgan, rohatsiz qilgan butun sabablarni anglab, ularning his tuyg'ulariga quloq solish intayin muhim. Undan keyin bo'lsa, hal qilish yo'lini izlash. Maksim "Men qo'rqmayman" deyish orqali do'stining yanida o'zini texim kuchli ko'rsatishga tirishayotdi, lekin do'stining qo'ldagi sozonga yiqilisha olmadi. Dadasi kassasiga urgan vaqtda Aleksandra "Faqat og'irmidi" dedi. Korin kichik ukasiga bo'lgan qattiq g'azabini besib olib turib, "Kechirgin" dedi. Lekin bir necha minutdan keyin hujrasiga kirib, ustalga urishga boshladi. Maksim, Aleksandra va Korin his tuyg'ularini yo'qqa chiqardi. O'ziga oid bo'lmagan boshqa bir kishilikni ifodalashga tirishayotdi. Ular endi butun hayoti bo'yicha o'ziga ishonishdan qo'rqadi, chunki ichida his qilgan tuyg'ularga ishonmaydi. Xuddi Korinning ustalga urg'aniga o'xshash hayotida uchirgan boshqa masalalar orqali tepishidi. Undaqda Korin nima uchun qo'li og'rib turib u ustalga uradi? Bu kundalik turmushimizdagi engimizda bo'lmay turib qilgan ishlarimizdan iborat. Haqiqiy tuyg'ularini sirtqa chiqarish ehtiyoji bo'lganlikdan ichida cho'nqur bir yara his qildi. O'zini bu yaradan qo'g'dash uchun boshqa bir yara borliq keltirish ehtiyoj his qildi.
Bu qatimqisi fiziologiyalik, ya'ni ko'rinadigan bo'lishi kerak edi va shundoq bo'lgandala azobni ifodalaydi. Oppasi ukasidan kechirim so'rashga majburlanganligi uchun yig'lash uni tuvan tushiradi. Lekin ustilga urganligi uchun yig'lash haqqi bor edi. To'limi afsuski buni qilgan vaqtda nima deb diqqat qilmaysan degan inkosga duch keldi. His qilganlarimiz, o'ylaganlarimiz va ifodalagan ish-harakatlarimiz yaxshi yoki yomon bo'lsin, ularning keyniga yoshiringan tuyg'ularni tunishimiz, tushunishimiz va shu paytda qabul qilishimiz kerak. O'ziga ishonish tuyg'usi tajriba qozonish orqali taraqqiy qilishdan boshqa yana o'z tuyg'ulariga quloq solish, ularni tasdiqlash va ular to'g'riliq paranglasha oladigan bo'lish orqali taraqqiy qiladi. Agar his tuyg'ularga va ularning ifodalanib chiqishiga nisbatan atrofdagi kishilar, ota-ona, o'qituvchilar davomli uni yo'qqa chiqarsa va quloq solishdan qatsa va yoki zanglik qilsa, bolalar o'zlarining ichidagi haqiqiy his tuyg'ularining ularning orzu qilgan shaklga o'xshamaydiganligini tushunib yetadi. Yuqorqi misolda aytib o'tgan Maksim Aleksandra va Korninning ota-onasi balki bolalarining jasur, kuchli va gap anglaydigan bo'lishini orzu qiladi. Lekin buning uchun aslida qanchalik xato bedel to'layotganligini bilmaydi. Hammamizning his tuyg'ulari bor. Hammamiz o'xshash ahvollarda o'xshash tuyg'uni his qilamiz. Butun insonlar psixologiya jihatda o'xshash. Hammamiz ba'zida o'zimizni ko'ngli yarim, herib ketgan, chetga qilgan, qizg'angan va yoki xushal bo'lgan holda his qilamiz. Lekin atrofimizda hech kim ichida his qilgan cho'nqur hissiyotlardan so'z ochmag'achqa, bularni his qilgan faqat men deb o'ylaymiz. Hamma kishi o'zini boshqalardan farqli his qiladi. Chunki boshqalarning tashqi qiyofatdan faqat his qilgandek ko'rinmagan tuyg'ularni his qilamiz. Bu sababli o'zimizni ishga kor kelmaydigan, yomon niyatlik, chidig'ili bo'lmaydigan, qarshi ilinmaydigan biri deb o'ylaymiz. O'zimizni shundoq yomon tarafdan turib baho beramiz va xuddi boshqalarning bizga shundoq baho beradiganligini o'ylaymiz. Shuning uchun haqiqiy tuyg'ularimizni yoshirib, boshqalarning ko'rishni orzu qilgan bir niqobning ichiga kirib olamiz. Xuddi boshqalar bizning sirtdan ko'ringandek bir emasligimizni bilib qolgandek qo'rqamiz va texmi kuchib o'zimizni yoshiramiz, niqoblaymiz. Ba'zida qalbimizda hech o'ylab boqmagan yomon niyatlar shakllanadi va o'zimizmi cho'chib ketamiz. Buning bir xato ekanligini o'ylab qattiq bostirishga tirishamiz va shu natijaga erishamiz. Insonning ichida his qilgan g'alita, gumonliq tuyg'ularni bostirib, qat'iy gapini qilmaslik kerak. Jamiyatga moslashib yashashning ochquchi ichimizdagi haqiqiy his tuyg'ularni bostirish, boshqalarga demaslik deb o'ylaymiz. Amaliyotda haqiqat shuki, hozir kundan kunga ko'payib yuz berayotgan zo'ravonlik voqealari shuni ko'rsatib turibdiki, tuyg'ularni bostirish yaxshi bir ish emas. Tuyg'ularni inkor qilish, diqqat qilmaslik, boshqalarning his tuyg'ularini anglamaslik bizni bir yuqori besimli qozonning ichiga solib qo'yadi. Kilopanning kuchi yetmaganda qozon portlab, qozonning og'zi edilib chiqib ketadi. Sigmund Freud psixik analiz ilmiy iqimini o'ttirib qo'yg'ichi avstraliyalik neyroshünos uning ko'rsatib berganiga o'xshash yomon g'arizimizni his qilish cho'qimli yomon va boshqalarga ziyon soladigan ishlarni qilishimizga sabab bo'lmaydi. Aksicha o'zimizni yangidan barpo qilishimizga turtki bo'ladi. Boshqalarga ziyon solish istiki har bir insonning o'z his tuyg'usini qo'g'dash mexanizmidir. Xuddi g'azabimni his qilmaslik uchun ochiqimni boshqalardan chiqaraman deganga o'xshash, his tuyg'ularni bostirib olish kishilarni ba'zida boshqalarga azor berish yoki qattiqqo'llik qilishga boshlab boradi. Agar bir inson o'zini va o'z his tuyg'ularini bilib, qabul qilib, ularning o'zini tugashtirishiga yo'l qo'ymay, buni so'z orqali ifodalaganda, ondan o'zini tamoman tunib, bu tuyg'ularni ish-harakat orqali ifodalash ehtiyoji his qilmaydi. Shuning uchun bolaga ichidagi yomon niyatlarni qabul qilish va so'z orqali ifodalashning boshqalar bilan bo'lgan munosabatlarga daxlis bo'lmaydiganligi va boshqalarga azor bermaydiganligini ko'rsatib berish intayin muhim. G'azablanganligingni tushundim va men seni o'xshashla intayin suyman. Agar ota-onalar bolaning g'azabini ifoda qilishiga yo'l qo'ymasa, bola u tuyg'usini gunohkorlik va andisha hissi bilan tang bostirib oladi. Bolalar va yoki bolaligida bu xil tuyg'ularni boshdan kechirgan cho'nglar ochiqni besishga majbur bo'lganda ochiqning o'zini yo'q qilib etishidan qo'rqadi. Shuning uchun ochiqni qattiq bostirib ichida tutishi kerak. Chunki uni ifodalab qolganda portlab parchalanib ketish xatari bor deb o'ylaydi.
O'zini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Amaliyotda ochiqni ifodalash o'zini va kimligini his qilishning yo'lidan iborat. Ota-onalar bolaning his tuyg'ulariga ko'ngil bo'lmaganda, yig'lash uchun hujrasiga solab qo'yganda, ochiqni boshqa yerga berib chiqarishni talab qilganda, bola umidsizlanadi. His tuyg'ularning boshqalar, bo'limi ota-onasi bilan bo'lgan munosabatini xatarga yo'liqtirib qo'ydiganligini tushunib yetadi. Boshqa tanlash yo'lining yo'q ekanligi, chunki ota-onasi o'zini bequvvatganligi uchun hayoti ularga bog'liq ekanligini bilganlikdan his tuyg'ularini o'chirishga boshlaydi. His qilmaslikka tirishadi. Hissiyotsiz bir bo'lishning eng to'g'ri yo'l ekanligiga ishonadi. Psixolog Harold Bessel to'limi jonliq bir o'qitishni ko'rsatib berdi. Qo'limiz bilan amga qilgan vaqtimizda qadoq paydo bo'ladi. Ular qo'limizni qo'g'dab suv yig'ilib qilishning oldini oladi. Bir kishi hissiyot jihatdan yaralangan vaqtda qadoqqa o'xshash bir narsa bilan o'zini qo'g'daydi. Lekin xuddi qo'limizdagi qadoqqa o'xshash bu qadoqmi terimizga o'xshash sezgir va yumshoq bo'lmaydi. Butunlay tuyg'u qadoqlari bilan o'ralgan bir inson dunyoni qong'udek his qilish bir yoqda tursin, o'ziga yetgudek darajadami his qilolmaydi. Bolaligimizda nurg'un qadoqlarga ega bo'lamiz. Ular bizning dunyoni tushunishimizga ta'sir yetkazadi va masalalar keltirilib chiqariladi. Bizni bolalik davrimizdagi his tuyg'ularimizdan qo'g'dab qolgan bu qadoqlar bolalarimizning his tuyg'ularini tushunishga, sezgir bo'lishimizga to'sqinlik bo'ladi. O'zini tonigan ota-ona bolaga hamroh bo'lganda ruhiy qadoqlardan butunlay qutulgan bo'lishi yoki hech bo'lmasa o'zini bolaning o'rniga qanday qo'yishni biladigan bo'lishi kerak. Va bu orqali o'zini rohat his qildirishi, bolaning tuyg'ularini o'z so'zgichida so'zmay turib yoki baho bermay turib his qilishga tirishish kerak. Yig'lashning, ochiqlashning, tuyg'ularni ifodalashning davolash unumi bo'ladi. Bu yerdagi masala bolaga faqat azor bermaslik yoki har zamon haqliq bo'lish emas. Masala uning ifodalashiga tuyg'ular bilan birlikda yashay oladigan maydon yaratishida. Yora va haqsizliklar keltirib chiqargan besimdan qutulishiga yo'l qo'yish. Bovuqim imzak jidil qiladi. Imzak yig'idan to'xtatish uchun ishlatildi. Uningdan sirt yana tuyg'ularni bostirish roli bor. Bovuq yig'laganda ota-onasi uning darhol uxlash yoki rohatlanish uchun imzak jidil qilayotganligini aytadi. Aslida ota-onalar bu yig'i ovoziga chidamaydi va to'xtashini orzu qiladi. Darhol imzakni og'ziga soladi va bu orqali bovuqning besimdan qutulishiga to'sqinlik qiladi. Bu tuyg'ularni texmi yiroqqa va texmi cho'nqurga ittiradi. Bovuqingizning his qilgan bir tuyg'usi bor va bu bir ehtiyojning aks etishi. Siz bilan aloqa qurishga tirishyotidi. Siz buni imzak emgusi keldi deb o'ylab, darhol imzak solsangiz, bolangiz qachon bir narsani his qilsa, og'ziga bir narsa qo'yish ehtiyojini uyg'otgan bo'lasiz. Bu balki bolangiz keyin har hayajonlanib jiddiylashganda tirnoqini tishlaydigan bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Xiyolimdagi bovoq to'xtamay uxlaydigan bovoq. Burun balki bu so'zni anglagan bo'lishingiz mumkin. Ko'pincha bovoqlar yig'lamaslik uchun uxlaydi. His tuyg'ulariga yo'l qo'yilmaganda ularni his qilmaslikning bir yo'li bo'lsa uxlash. Uxlash besimdan jiddiychilikdan qo'g'dinish yo'lidir. Bovoqimning men qachon bir so'z saroyiga kirsam qattiq uxlab ketishiga qarab boshda hayron qolgan edim. Bak varang churang, bak jiq besim, men qachdimimsa. Yig'langu bovoqlar oz uxlaydi. Ko'p jiddiylashmaganlikdan herib qolmaydi. Ko'z yoshlari ularni rohatlantirganligi uchun atrofiga qiziqib uyqusi oz bo'ladi. O'zini ifoda qilmaydi. Majuyu faqatla yig'lamaydi. Hech bir narsadan qo'rqmaydi. Bir narsalardan mahrum qolsa-mu, hech nima demasdan ahvolni qabul qiladi. Atrofidagi hamma kishi uning botir va kuchli bir bola ekanligiga ishonadi. U kollektivning umidini yerda qo'ymaydi va eng muhimi hech kimni rohatsiz qilmaydi. Lekin shuni bilish kerakki, Maju bir inson. Har insonga o'xshash his tuyg'ulari bor. Hech qanday bir tuyg'usini ifodalamaganiga qaraganda, u his tuyg'ularini tutib bilishni, ichiga ko'mib o'tishni o'rganib olgan. U balki dadasini yoki opasini do'rayotgan bo'lishi mumkin. Balki cho'ng bir adolatsizlikka yo'liqdi, tashlab qo'yildi va yoki o'zini ifoda qila olmaydigan bir ishga yo'liqdi. Balki tuyg'ularini ifodalashni xatarlik deb o'ylaydi. Balki kichikidan boshlab tuyg'ularini bostirishga odatlanib qoldi. Balki azobdan qo'rqqanidan tuyg'ularini his qilishni xohlamaydi. O'zini bu tuyg'u turmasidan qutuldirib chiqib, qayta jasoratga ega bo'lish uchun yordamga ehtiyoj bor. Julian kichik qizning tug'ilishini xushallik bilan qarshi oldi. Hech bo'lmasa ota-onasi shunday ekanligiga ishondi. Maksimi faqatli qizg'anmadi, ko'ngil bo'ldi.
Mijozi faqatla o'zgarmadi. Aslida ota-onasi o'zlarining uningga biroz bo'lsa-mu qizg'anchiqlik qilish huquqi bermaganligini his qilolmadi. Shuning bilan u buningga haqqi yo'q ekanligini, o'zining muhim emasligini, aka bo'lish rolini joriy qildirish kerakligini qabul qilgan edi. Apsi Aleksandraga dadasi bilan ajrashib ketadiganligini aytganda, Aleksandra hech narsa demadi. Hujrasiga qaytib qo'liga bir kitob olib o'qishga boshladi. Apsi Aleksandraning to'g'ri tushunganligiga ishonib intayin rohatlandi. Lekin ota-onasining ajrashib ketishi bir kichik bolaning to'g'ri tushunoladigan ish emas. Bir ishlarni to'g'ri tushunish deganimiz his tuyg'ularni bostirish deganlikdan iborat. Aleksandra aslida o'zini behush his qilgan edi. Dadasining ajrashib uydan ketadiganligini anglaganda hech narsa his qilmadi. U endi kelgusida azob tortmaslik uchun birini yaxshi ko'rmaslik kerakligi haqida o'z-o'ziga bir va'da berdi. Pedro qizi Ameliani pat-patla masxara qilib turdi. Qizi faqatla qarshilik ko'rsatmaydi, ochiq kelmaydi, chunki dadasining uni tavnazuk deb masxara qilishdan qo'rqadi. Dadasining uni to'xtamay qapoqbash deb zanglik qilishlari quloq tubidan ketmaydi va o'zining qapoqbash ekanligiga ishonishga boshlaydi. His tuyg'u sog'lom bir narsa, uni bostirish xatarlik. Bolalar tuyg'ularini yoshira oladi, hatto o'zini qo'g'dash uchun ularni faqat his qilmaydigan darajaga keladi. Bu ularning ijtimoiy va his tuyg'u qobiliyatlariga ziyon elib keladi.